Assalomu alaykum kitob qimar do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövəndə sizlərə yazğıcı Habibullah Abdumetning Muz tutqan daryo nomli romanining 17-ci qismini anlatishga başlaymiz. Avtobus daryo bo'yiga asta-asta yetib kelgan edi. Daryo levidan sal yiroqroq yerdagi do'nglikni tuzlab salgan boksor qulbining oldidagi egiz po'lat to'riga qadalgan 5 yulduzli qizil bayroqning tumanlari yerib, bulutliq osmon qahrida purlashib sanglab turgan holati nihoyatda qo'y ko'rinib turadi. Daryoning shimol tarafidagi atrofga pelak yaygan o'simliklarni, olmaliq bog'larni qator-qator ahyo qilingan, dal-daraxtliq o'rmonlarni vayron qilib, o'rniga qora qush kabi yamrayotgan ko'chmanlar uchun qator-qator silingan imoratlarning o'pcho'risini quyuq tuman o'rib olgan bo'lib, binolarning egiz-egiz boshlari bulutlar orasidan cho'qchib chiqib qolgan edi. Vaholanki pat yaqinda keldigan ko'chmanlar uchun oldin ola bino qilingan bu o'ltiraq rayonning ichi qop-quruq bo'lib, atrofi cho'ldarab turadi. Laqam qo'yishga usta g'ulji xalqi bu o'ltiraq rayonga Arvohlar mahallasi deb nom qo'yib qo'ygan edi. Yiroqdagi do'nglikning ustiga joylashgan ushbu Arvohlar mahallasi bo'lsa, avtobus terisidan ko'zini uzmay qarab turgan yosh xonimning nigohiga bulutlar orasida uchib yurgan ajdarhodek ko'rinib, tanlari shurkunib ketdi. Mana endi avtobusning oldi chaqi daryo ustiga silingan ko'rikning ustiga qadam bosgan edi. Ko'rikmi butunlay tuman ichida qolgan bo'lg'ashqa, shofir menish sur'atini texmi tuvanlatdi. Daryoning yuzini muz tutgan edi. Aldi kimlar tarafidan qandaqdir bir maqsadda daryoning o'rtasidagi muz tutgan yuzini cho'qib, chandar shakldagi bir ko'lchak ochgan edi. Shu yerdan ko'tarilgan oqqush tumanlar turum-turum bo'lib, tinimsiz yuqoriga ko'tarilib, havodagi laylab yurgan tumanlarga qo'shilib, go'yo arshi alodagi parizatlar ustiga dastlab uchib yuradigan bulutlarga o'xshab qolgan edi. U ko'rinib turgan ko'lchakning ustida chiqilib ketgan derazaning aynak parchalariga o'xshaydigan parcha-parcha muzlar laylab yuradi. Qirlari va o'tirsidagi qorlar uchib ketib, echilib qolgan daryoning muz tutgan beti aynakdek takshi va supsuzuk edi. Yosh xonim qalbi dal ana shu muz tutgan daryoga o'xshaydi. Qalbining ba'zi yerlarini suzuk aynakdek muz tutgan bo'lsa, ba'zi yerlarini qora bosgan va quyuq tuman qoplagan edi. Öz tasavvurdagi mukammal daryo bo'yi hozir tuman, qor va muzlar ichida g'oyib bo'lgan edi. Muz tutgan daryoning hasrati bilan yosh xonimning qalbida bog'asir yuksilayotgan ajoyib hasratlik tuyg'ular o'zaro jiplashib ketayotgan edi. Atrofdagi yosh xonimga tunish bo'lgan manzaralar butunlay g'oyib bo'lgan bo'lib, daryoning qirg'oqlarida burun bahor mezgilida uchib yuradigan bulbulning o'rnida hozir qora qushlar uchib yuradi. Daryoning janub tarafining qirg'oqlarida beligicha qarga ko'milib qolgan qurib ketgan qumishlarning uchlaridagi oppoq quruq qoplagan po'paklari bo'lsa, ballar eng yaxshi ko'radigan paxta kamputga o'xshab qolgan edi. Yanlardagi egiz-egiz quruq qo'raylarning quruq bog'ilgan uchlari qishning sovuq shamolida ipakdek shivirlaydi. Atrofdagi dal-daraxtlarning yalang'ochlanib qolgan cho'nglarimi o'xshashla quruq bog'ilgan bo'lib, ular go'yo sana darxining jo'lanib turgan oq chechaklardek ajoyib jozibilik bo'lib ketgan edi. Hamma yerida muz, qor, tuman va quruq hukmronlik qilayotgan muz tutgan daryo, bajoyiki oq shoyidan ko'nglak, oq ipakdan ro'mol ortib beshini sharqqa, oyog'ini g'arbga qilib ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib, yuzini bulutliq osmonga qaratib nadomat ichida urib yotgan hozdar onaga o'xshab qolgan edi. Yeyilib yotgan bu hasratlik manzara yosh xonimning qo'rqinchlari bilan, ansirash tuyg'usi bilan, orasoldiligi bilan, azoblari bilan yo'g'rilib ketayotgan edi. Umidsizligi ulg'ayib, qalbi daraxtning uchidagi yagona quruq yupurmoqdek titrayotdi. Shu damning o'zida muz tutgan daryo yosh xonimning azobi bilan manbadosh edi. Yig'ib aytganda derazadan go'nga ko'rinib turgan muz tutgan daryoning manzarasi yosh xonimning qalbini chulg'ib olgan bo'lsa, derazadan singib kirgan muz tutgan daryoning hasrati ruhiga singib ketayotgan edi.
Şu vəcidin təbiətinin sırlıqlığı yaş xanımның oy fikirlərini bıraqla astın üstün qılıvetdi və tomurlardakı qanlar huzursuz eqishqa başlagan idi. O, bağansırı tövənləb ketiyotgan keyfiyatını yaxşılaş və içidik kişinin köңülünü g'ash qildigan tuyg'ulardan qutulish və bu hasrat to'pağında g'arq bo'lib ketishdan saqlanish uchun bultur yoz oylarining oxirida daryo bo'yiga kelgan chog'larni esga oldi. Gerçi ana shu chog'dagi kayfiyati hozirgidan qilishmisimi, biroq daryoning manzarasi hozirgidek nechasi go'zal bo'lib, qirg'oqqa kelib o'ltirgan yosh xonimga ajoyib unutilg'usiz aslimlarni qoldirgan edi. Yo'ldashini qanday qutuldirishning yo'llarini o'ylab pesh qatgan yosh xonim tushlik dam olish vaqtidan foydalanib udul daryo bo'yiga kelgan edi. Ashu yoz faslida mushu yo'lda o'xshash izlarni besib daryo bo'yiga qancha qatimli kelganini o'zimi bilmaydi. Biroq shunisi aniqki, shu yili o'z umrida daryo bo'yiga eng ko'p kelgan yil bo'lib hisoblanadi. Shu chog'da yosh xonim so'ning yuzida laylab turgan bir tomchi zaytun maydek o'zi yolg'iz daryo levida o'ltirib, to'lg'an badanning ustidagi atlas ko'nglikdek to'lqinlab turgan daryoga tikilib qarab, xilma-xil chigish xiyollar ichiga band bo'lib ketgan edi. Ashu daqiqalarda uning Majnun tallardek qaddi suvga egilgan bo'lib, tal-tal chochlarining uchi suvga chilishib, ko'zlarining cho'nqur qatlamlarida daryo suyining qimirlashlari namoyon bo'lib, xiyolida erining qomati aks etgan edi. Daryo bo'yida do'zaxda suran qilayotgan qushlarning ovozidek dahshatli ovoz chiqarib uchib yurgan qarqushlarning sonimi burunqidan xilli ko'p edi. Bo'libmi yoz oylarining oxirida daryo suyi tinib, so'ning rangi yosh xonimning ko'zidek kulrang kirganda daryo yuzini siypab uchadigan qarqushlarning soni odatdagi mezgillardan farqli holda ko'payib ketdi. Bu mezgillarda daryodagi baliqlarning soni ko'payadi va oq baliqlar sho'xlashib, tong etish bilan tang daryo yuziga uzib chiqadi. Bundaq chog'larda qarqushlar daryo yuziga chiqqan kichik baliqlarni ovlash uchun suv yuzini siypab uchib, pamlab yuradi. Qarqushlar daryo atrofidagi bog'larda, etizlarda va o'rmonlarda sayrab yurgan bulbullarning naslini quritib, bir yerga olib bo'lgandan keyin, amdilikda almisaqdan beri Ili daryosini o'zlariga muqaddas makon qilib, erkin o'zib, erkin sakrab yurgan oq baliqlarga ko'z tikkan edi. Demak, bulbulning beshiga kelgan tragediya oq baliqning beshiga kelgan edi. Her kuni tong etish bilan tang qarqushlar daryoning ustidan u yoqdan bu yoqqa uchib, ajoyib g'alati ovozlarni chiqarib, o'z vahshiyligini bozorga silib, sup-suzuk daryo yuzining ustida aylanib yurgan qora bulutlardek paydo bo'ladi. Bundaq bo'lishidagi sabab shuki, kechacha daryo ostida uzib yurgan oq baliqlar tongning etishini taqozolik bilan kutib, quyoshning chiqishiga tashna bo'lib turadi. Quyosh ko'tarilib jahon yurishga boshlagan aman, ana shu yo'riqlikqa tashna bo'lgan oq baliqlar qorong'u suvning ostidan uzib chiqib, suv yuzida sakrab o'ynab, yangi tongga bo'lgan tashnaligini qondirib, quyosh baxshanda qilgan erkinlikdan huzur oladi. Ular har bir qatam suv yuzida sakragan chog'dagi qisqagina vaqt ichida erkinlikning, yo'riq tongning illiq quyosh nurining kayfini suradi. Özlerini bu alemdeki en baxtlik canlıq hesaplaydı. Halbuki en şu qısqa müddetlik baxt üçün zor bedel tölaydı. Yani eniqroq qilib bayon qilsaq, oq baliqlar suv yuziga uzib chiqqanda, daryoning ustidagi bo'shliqda chorlab yurgan qarqushlar asabiylar chichirqirab etilib kelib, go'yo och qolgan yalmavuzdek, oq baliqlarning eng kichiklarini kapli qilib cho'qilab elib qochadi. Ve eplik bir joyga aparib iç bağırını yerib, göğüşlerini qıltırıqlardan ayırıp, közlerini uyup yegandan keyin, aşqan taşqan qıltırıqlarını dalağa şu betim taşlap qo'yib uçup ketadi. Vaholanki tabiatdimi chin haqiqat yo'q. Kim kimden kuchlik bo'lsa, ashu kuchlik bo'lgan ojizda chaynab, yalmab yutib o'tadi. Bu yerda shuni ta'kidlab o'tib ketish hojatki, oq baliqlarning yo'riq tongga bo'lgan tashnaligi, erkinlikka bo'lgan intilishi, yenilikka bo'lgan qiziqishi, ularning ajaldan burun o'lib ketishiga sabab bo'lib o'tadi. Gerçi ular o'zlarining beshiga kelgan qo'rqinchli talofatlarni bilsa-mu, yanala har tongda qorong'u suvning ostidan hech ikkilanmay yo'riq dunyoga o'tib chiqadi.
ve qin-qiniga patmay, ichi-ichiga sig'may, yo'riq dunyodan huzurlanatdi. Sakraytdi, so'ng'oytdi, uzatdi. Ular shunchalik qisqa vaqt ichidagi ashu xushalliq, ashu ozodlik, ashu erkinlik uchun ana shundoq tavakkulchilik qilishga chin ko'nglidan rozi edi va har kechada tongning patiraq etishini intizorlik bilan kutatdi. Yo'riq dunyoning havo bo'shlig'ida o'zlarini pamlab yurgan dushmanning borligiga pisand qilmaydi. Ana shu bir lahza erkinlik uchun hayotini do'g'ri tikishga rozi bo'ladi. Ular shunchalik zo'r badal to'layotganligiga, hatto Ili daryosida naslining qurib ketayotganligiga qaramay, erkinlik ruhidan hech bir zaman voz kechmayotgan jasur jonliq edi. Burun Ili daryosi oq baliq bilan liq to'lgan bo'lib, har qanday odam daryoga qarmoq otsa, ozroq vaqt o'ta-o'tmayla ilinadi. Oq baliq o'zi inchkirak, qasriqlari oppoq, quyruqlari uzun ham shunchalik chiroyli baliq edi. Eti bo'lsa, xuddi Ilining oq olmasirak, oq o'rikidek shunchalik lazzatli edi. Vaholanki hozir daryo qarmoq tashlab bir kun saqlab o'ltirsangizmi, ilindigan birmi baliq yo'q. Xulosalab aytganda, oq baliqlarning yo'riq dunyoga bo'lgan intilishi, jasorati, qo'rqmas ruhi, darvaqa Uyg'urlarning o'g'inish ulgisi bo'lishga tegishlik. Halbuki udul kelgan qarmoqqa o'yinib o'ltirmayli ilinishi Uyg'urlarning ibrat elish nuqtasidir. Har qanday mavjudot yo'riqlikqa tashna. Erkinlikka intizor va bular uchun badal to'lashga rozi. Har qanday erkinlik, har qanday yo'riqdan, har qanday ozodlik badalsiz qo'lga kelmaydi. Yana shuni qisqalik qilib bayon qilib o'tib ketishga arzuydi-ki, biz insonlarning tabiatdan ibrat oldigan, uni kuzatib, uningdan o'gindigan narsalarimiz bak ko'p. Tabiatdagi har bir hodisada, har bir o'zgarishda, har bir mo'jizalarda insonlar uchun nurg'un hikmat bor. Dal mushu vajdan biz insonlarning tabiatdan o'gindigan narsalarimiz bak ko'p. Ana shu chog'da odamga ajoyib huzur baxsh ato qiladigan daryo bo'yidagi sof havo, yosh xonimni maktab va shahar ichidagi varang-churunglardan, istitaklardan, chang-to'zonlardan yiroqlashtirib, kallasini obdan sagitib, xasta ko'nglini tinchitgan edi. Kuchlik daryo to'lqinlari qirg'oqqa urilgandagi suvning shavqini, yosh xonimni chigish xiyollardan ozod qilib, ruhiga umidning urug'ini akilib chashgan edi. Mushu vajidan daryo bo'yi g'ulchiliklarning oromgohi, shundoqla bu yerga kelib ozroq bo'lsin erkin nafas olib, erkin harakat qilib, tinch muhitda o'tirib tafakkur qilgan har qanday odamga erkinlikni hamon topqili bo'ldiganligini his qildirdi. Shaharning janubini yondab o'tadigan bu daryo Yevropa davlatlaridagi kanallarga va yoki suyi misildab oqadigan daryo o'stanglarga faqatla o'xshamaydi. Navoda ayni chog'dagi Sharq Turkiston Jumhuriyati o'z mavjudligini saqlab qolgan bo'lsa edi, Ili xalqi Ahmadjon Qosimining yetakchiligida o'z vaqtida loyihalangan shaharni kengaytirish plani bo'yicha qurilish olib berib, shaharning ko'lamini janubga kengaytgan bo'lar edi. Va bu daryo bugungi kunda shaharning o'rtasida o'rkash yasab eqib, go'yo Parijni ikkiga bo'lgan Sina daryosidek, Myunxen shahrining ichidan eqib o'tadigan Izar daryosidek bo'lgan bo'ladi. Va G'ulji shahri ana shu Yevropadagi mashhur shaharlardan necha hassa go'zal bir shaharga aylangan bo'lar edi. Ili daryosining kuchli to'lqinlari, so'psizlik suvlari va ustida to'xtamay o'ynab yuradigan tog' salkinlari, atrofidagi bog' va to'qayliqlari, yaqimliq sayrab kishi ko'nglini mahliyo qiladigan har xil qushlari, suyining ichida erkin uzib, sakrab o'ynaydigan oq baliqlari o'z mavjudligini abadiy saqlab yo'qolmagan bo'ladi. Bundaq manzara, bundaq saf havo, bo'libmi bundaq oq baliqlar faqat va faqatla mushu Ili daryosiga xos. Esit. Hozir oq baliqlarning nasli quridi. Oq o'rik va oq olmalarning yiltizi chiridi. Qish-yoz to'xtovsiz oqadigan Ili daryosi o'z xosligini yo'qotib, suyi bo'lgandi. Yo'ldishining g'amini yeb, ko'ngli parishon bo'lgan yosh xonim daryo lavida o'tirib, goh eqin suvga tikilib qarab, o'zining hasrat dengizida o'ssa, goh uduliga, goh ikki yeniga takshi ko'z yugurtib, dunyo g'amlaridan o'zini apchiqishga urinmoqda edi.
U tabiatdan yordam so'rayotgandek atrofidagi shaylarni bir-birlab kuzatishga boshladi. Daryoning u qetirik teraklarning uchlari salkin shamolda larzon tavrinib turardi. Yavu ördeklar to'qayliqlardan uchib eqib, havoda birdam aylanib o'tgandan keyin daryo bo'yiga kelibla, qandoqdir bir narsadan urkib ketgandek, yanala orqasiga yanib to'qayliqqa yaqinroq yerdagi sayliq qo'nib, ikki yoqqa irg'anlagandek minib ketayotdi. Quyosh Abral tog'larining cho'qqisidan halqib, Dilmuk tog'lar tarafga surilgan edi. Daryo quyosh nurida jimirlab eqiyotdi. Daryoning qap o'tirisida goh cho'kib, goh laylab uzib ketayotgan bir necha suv yilini, har qatim to'lqin bilan tang suv yuzib ko'tarilib chiqqanda, ko'kdagi paqiraq quyoshning ostida kumush yodek paqirab eqib, bajoyiki salchilarning ruhlaridek bara-bara yosh xonimning nazaridan yiroqlab ketayotdi. O'ng tarafidan sal nerida rang ro'yining o'ngi yo'q, yuzini qo'riq bosgan, chiroyidan qayg'uliq alomat yig'ib turgan, ammo bir kun kechgacha birmi baliq tutolmagan bo'lsa-mu, savr qachisi hech toshmagan baliqchidek ko'rinadigan bir odam Xudoga yaqinroq turishni orzu qilgandek, daryo levidagi eng egiz bir quram toshning ustida tamok chekib o'tirayotdi. Bu odamdan 2 metr nerida yana 2 yosh qandoqdir bir masala ustida dard talash qilayotgandek, qo'llarini shiltib bir nimalarni deyishyotdi. Sol tarafda yosh xonimdan ancha yiroq bo'lmagan joyda bir to'p Xitoy sayohatchilar qora qushlardek ovozlarni chiqarib, bir-birlarini rasmga tortib. Yosh xonim birdanla ulardan ko'zini qochirib, yana ko'rik par tarafga qaradi. Ko'rikning ostidan o'tayotgan qiyiqchi bo'lsa, motorli qiyiqiga silib olgan 3 ayol sayohatchini ko'rikning ostidan u yoqdan bu yoqqa o'tkazib o'ynatib. Ular ichidagi o'tir yoshlardagi 40 yoshlik o'riq kelgan birisi hayajonini bosolmay orkestraga dirijorlik qilayotgan dirijordek qo'llarini ritmlik u yon bu yonga pilanglatib, qaq etib kulayotdi. Ikkinchisi bo'lsa uzun avoq qo'ldagi telefoni bilan rasmga tortib. Uchinchisi bo'lsa go'shtlik yuzdagi motorli qiyiqining ostidan chashrab chiqqan suvdonchilarni o'ng qo'lining dumbisi bilan surtib turib, bir nimalarni deb kulayotdi. Motorli qiyiq bo'lsa daryo suyini yerib, go'yo so'qishga solgan g'urozlardan to'zib chiqqan paylardek lapanglashib, sakrab ketayotdi. Heliqi egiz toshning ustida o'ltirgan odam davomli tamakisini ichiga kuchab tortib, iztirob bilan og'zi burnidan is chiqarayotdi va ishongili bo'lmaydigan bir xil tadbirsizlik bilan go'yo qiyodan o'zini etishga tayyor turgan odamdek beliqchining putlaridek puchqoqlarni turilgan uzun putlarini parvosizlarcha tuvanga sangiltib o'ltiradi. Hamda odamning qosh ko'zlari harakatsiz bo'lib, go'yo Afina sepilning saltanatli tosh o'ymalardagi haykallardek medirlamaydi.